Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz hamyurtlar, muhtaram kanalimiz obunachilari, meni kuzatib turgan hamyurtlar, sizlarga katta rahmat. Men bir sizlarga murojaat bilan chiqdim. Telegramda ham, Instagramda ham, YouTube kanalida ham, ijtimoiy tarmoqlarda kanallarimda obunachilarimiz reaksiyalar, layklar kam. Iltimos qilmoqchimanki, ayniqsa YouTube kanalida, Instagramda obunachilarimiz oz, Telegramda ham oz. Shu obunachilarimizni ko'paytirsak, aziz birodarlar, поддержка qilib endi ruschasi bilan aytganda. Yana bir murojaat, sizlarga Mavludi Sharif o'qiganman video formatida. Agar kommentariyada yozib yuboringlar, Mavludi Sharif Barzanji o'qilingan, shuni agar ijtimoiy tarmoqlarga tashing desanglar tashayman. Videolarimdagi kommentariyasiga yozinglar, tashing yo tashamang deb. Telegramda o'sha kanallarimga reaksiya qoldirib, hamma kanallarimda telefon nomerlarim yozilgan. Ana shu telefon nomerimda Telegram ham bor, WhatsApp ham bor. O'shinga yozib yuborasizlar fikringlarni. Agar Mavludi Sharif o'qilingan eshitmoqchi bo'lsanglar, tashang desanglar tashayman. Qancha ko'p ovoz bo'lsa, tashang deyishga ko'p bo'lsa tashayman, tashamang deyishga ovoz yoki tashamang ham indalmagan bo'lsa tashamayman. Yana bitta yangilik. WhatsApp programmasida ana shu telefonlarim yozilgan nomerda WhatsApp ham bor. Ana shu WhatsAppda Shari Ruqiya degan kanal ochildi. WhatsAppdagi kanalimga ham tashrif buyuringlar. Obuna bo'linglar. Obunachilarimiz ko'paysin. Sizlardan iltimos, obunachilarimiz ko'paysin va layklarimiz ko'paysin. Kanallarimiz rivojlanishiga o'z hissalarini qo'shsanglar, o'zimni xursand deb hisoblardim. Qo'llab-quvvatlab yuborasizlar endi aziz hamyurtlarim, yurtdoshlarim. Sizlardan iltimos, mana shu bu kanalim, mana shu video murojaatimga fikringlarni bildiringlar. Telefon yozib qo'yiladi video tagiga. Bemalol savollar bo'lsa beraverasizlar. Imkon qadar javob beramiz inshaalloh. Mayli, sog' bo'linglar. Rahmat katta. E'tiborlaringiz uchun rahmat.